Başlayalım da yaxşımı? Mhm. Hop, bugün bizde e, indi birinchi bo'lib bizlere ameliyat dersini koyup bergenlikleri için leksiyadan bo'lib o'tadigan bu dersimiz. Başta şu birinchi leksiyani tushunmayinchaklam ameliyat ishini tushunib bilmaysizlar, to'g'rimi? Tamam, o'tib damlaga. Ha, o'zi tushungan bo'lib turibdi. Hop, unda esa Ha. e, bu ameliyat ishini ishlab boshlashda men sizlarga leksiyadan ozgina ma'lumot berib o'taman, yaxshimi? Bizi başta leksiya o'tib, keyin amaliyotni o'tamiz. Ameliyat bo'lsa men birinchi ameliyat yozilib turgan Ha, bo'lsa. ha, Hı? ha. Unda başlayayım esa. Ha. Ee, Bizda birinchi leksiyamizning mavzusi dasturiy ta'minot loyihalarini boshqarish faniga kirish, loyiha konsepsiyasi, loyihalashning asosiy maqsadi va vazifalaridan iborat bo'ladi. Xo'p, o'zi bu loyihani boshqarish fani nima degan savol paydo bo'ladi sizlarda, to'g'rimi? Sizlar bundan oldingi yillarda dasturiy injeneringga kirish, keyin veb ilovalarni ishlab chiqish, shunga o'xshagan fanlarni o'tgansizlar, to'g'rimi? Tamam, o'tdik. Aha, shunda o'zi loyihanovlik haqida boshlang'ich tushunchalar ham ega bo'lgansizlar. Shundan bir qator aytib o'taman. Bizada yana loyiha bu aniq belgilangan vaqt, mablag' va resurslar doirasida amalga oshiriladigan uni natijasida yangi mahsulotni tatbiq etadigan tizim hisoblanadi. O'zi loyihani tarifini ko'p ta'riflab berilgan. Keyin o'zi loyiha konsepsiyasida ham tushuncha bor bizada. Loyiha konsepsiyasi bu loyihaning dastlabki g'oyasi. Ya'ni sizlar misol uchun o'tirasizlarda qaysidir bir ish joyida misol uchun oliy ta'lim uchun yo bo'lmasam bank uchun e, yoki kasalxonalar uchun shunday bir programma ishlab chiqsam, misol uchun bank bilan kasalxonalarda очередьda ko'p turamiz, to'g'rimi? Aşı очередьda durmayan shu onlayn очередьni oladigan nechikdir bir programma ishlab chiqsam desak-ku, bu loyihaning konsepsiyasi hisoblanadi. Nechun desa sizlarni hozir o'ylab shuni g'oyasini shakllantirib turgan bo'lasizlar, to'g'rimi? Xo'p, o'zi loyiha novligi, loyihani konsepsiyasi novligi haqida ozgina bo'lsam tushunchaga ega bo'lib oldik biza. O'zi bu loyihani boshqarish fani PMP sertifikatlari bor, shunga loyihani boshqarishni o'rgatadigan. Bu PMP sertifikatlarini ega bo'lgan odamni darajasi, misol uchun hozir sizlar universitetni bitirdingizlar, diplomlaringiz bor, lekin PMP sertifikatlaringiz yo'q, to'g'rimi? Qandaydir bir yere ishga boracaksizlar, ishga kiracaksizlar. Bu PMP sertifikati sizlarni darajalaringizni bir yuqori etib ko'rsatib beradigan sertifikat hisoblanadi. O'zi loyihani boshqarish ham software management ikki xil turga bo'linadi. Yuqori darajadagi boshqarish, keyin kichik darajadagi boshqarish, ya'ni detallarni mayda-mayda etib o'rganib boshqarish asoslangan bo'ladi. Xo'p, biza qanday proyekt ishlab chiqishimizdan qat'iy nazar uni biror bir korxonani ehtiyojidan kelib chiqib yoki bo'lmasam bozorni o'rgangan holatda ishlab chiqishimiz kerak bo'ladi. O'zlarimizdan o'zlarimiz avval ishlab chiqilgan proyektlarni qaytadan ishlayvermaymiz, to'g'rimi? Bu bizlarning ishimizni unumdorligini e, ham unumdorligini ham loyihamizning muvaffaqiyatli bo'lishini kamaytiradi. Nachun desa bir proyektni 2-3 marta ishlagandan bizara foyda ham yo'q, o'zlarimizda bilim ham bo'lmaydi. Yo, bir proyektni 2-3 marta ishlaganlaringizdan sizlarning mablag'laringiz o'zidan o'zi ko'payib ham qolmaydi. O'zi bir marta sotasizlar u proyektni, to'xtamay alternativ variantlarni ishlab chiqaravergan to'g'ri deb hisoblamaymiz, to'g'rimi? Xo'p, biza o'zi proyekt ishlab chiqarganda e, bizada bozorlar bor, bilasizlarmi? B2B va B2C degan bozorlarimiz bor. Business to business, business to customer bo'ladi, to'g'rimi? Xo'p, business to business nechik bozor bu? Sizlar o'zi avval ham eshitgansizlar, to'g'rimi? Keyin aytdim, leksiyada aytmayin, sizlar bilan birgalikda fikr almashib, shunday o'tsak amaliyotni yaxshi bo'ladi. B2B bozor bilan B2C bozorni farqi nimada? Eshitib turibsizlar?
Assalomu alaykum domlalar. Avon eshitib turibdi. Savol berdim. B2B bozor bilan B2C bozorni farqi nimada? Tushunchaga egamisiz shundan? Xo'p, asal o'zim tushuntirib o'taman. B2B bu business to business bo'ladi. Ya'ni e, biznes qilish uchun a, Tadbirkorlarning nesi bo'latondir, ha? Biznes qilish uchun. B2C nechik business to customer? İşte business to customer'a biz Maygo'ni misol aytsak bo'ladi, to'g'rimi? Ha, endi u neraki bilaman. Internet foydalanuvchilarniki. Shundaymi? Agar Google'dan misol keltirsangiz. Qaranglar, sizlarga 5 minut vaqt beraman. B2B bilan B2C'ni farqini o'rganinglar, ozgina o'qib ko'ringlar. Keyin sizlarning fikrlaringizni eshitamandan, keyin to'g'ri bo'lgan fikrni o'zim aytaman, bo'ladimi? Nereden topamiz undanlar? Internetda poisk beringlar, qidiringlar. 5 minut vaqt sizlarga. Hozir 10dan 55 minut o'tibdi-ku. 11da so'rayman, yaxshimi? Hamma tushundimi? Avon tushundik. Aha. Asa 5 minut vaqt, 5 minutning ichida qidiramiz, izlanamiz. 5 minutdan keyin men ham zuvqni yoqaman, yaxshimi? Hop, harakat etamiz. Qidirib bilishga.
Yig'ib chiqdingizlarmi? Assalomu alaykum domla, yaxshimisiz? Ha, ko'rib chiqdik. Aha, farqi nimada ekan B2B bilan B2C'ni? Farqi B2B tadbirkorlar uchun asosan, B2C esa davlat xizmatchilari uchun ekan. Aha, misol uchun B2B o'zi biznesdan biznesgacha deb period qilinadi, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Ha, bu modelda nechik bo'ladi? Bir kompaniya boshqa kompaniya uchun mahsulot yoki xizmatni sotadi, Ha, to'g'rimi? Aha, ha, onlayn do'konlar, misol uchun onlayn do'konlar qilsa bo'ladi. yo'q, u onlayn do'konlar B2C'ga misol bo'ladi. Ha, B2B bilan. B2Cga. B2B'ga misol uchun Aha, bir ishlab chiqaruvchi, misol uchun kompyuterni ishlab chiqaruvchi tashkilot bo'lsa, keyingisi ikkinchi tashkilotda sotish yoki xizmatlarni berishi mumkin. aha, yaxshi. B2C'da B2C'da esa onlayn, aha, misol uchun eng oxirgi esa boradi B2C'da a, iste'molchiga, aha, biznesdan biznesdan iste'molchiga iste'molchiga period. boradi. Aha. Misollar bunga? B2C'ga misollar? Onlayn platformalar, misol uchun Zudmal yoki xarid Mango. qilib oladi insonlar to'g'ridan-to'g'ri tayyor mahsulotlarni to'g'ridan-to'g'ri o'zini xarid qilib oladi. Ovoz yaxshi. Xo'p, yaxshi. Unda tushunchaga ega bo'ldingizlar, to'g'rimi? Ha, Aha, bundan tashqari C2C, C2B'da ham bizada biznes bozorlar ham bor. Ularni keyinchalik o'rganib qo'yamiz, yaxshimi? Hozir boshlang'ich B2B bilan B2C'ning aniqini farqini bilsangiz bo'ldi. Xo'p, endi biza loyihani boshqarishga qaytadigan bo'lsak, bizada loyiha boshqaruvi nima degan savol paydo bo'ladi, to'g'rimi? Bir qandaydir bir mahsulotni ishlab chiqarishimiz, ya'ni misol uchun oddiygina bir proyektor bo'ladimi yoki bo'lmasam kompyuter bo'ladimi? Shuni mahsulotni ishlab chiqish uchun buni boshda o'rganamiz, to'g'rimi? Kim ishlab chiqaryapti, qayerda ishlab chiqaryapti, to'g'rimi? Xo'p, buni boshqaruv nechik bo'lib turibdi ishlab chiqarishda? Bu project management deb aytiladi. Xo'p, endi nima ishlab chiqarishimizdan qat'iy nazar bizada 7 dona asosiy key faktor bo'ladi. Bu hayotimizdan shunday bo'ladi, loyihani boshqaruv fanidan shunday bo'ladi. Bizada asosiy o'zi 6 ta deyiladi, lekin stakeholderlar bilan 7 dona deb olsak bo'ladi buni. Xo'p, birinchisi bu skop hisoblanadi. Skop bu loyihani hajmi. Shu eng kerakli narsani o'zlaringizga konspekt etsangizlar ham bo'ladi. 7 dona key faktor, birinchidan hammasini aytib tushuntirib beraman. Birinchisi bu skop. Skop o'zi o'zbekcha period atilishi nima bo'ladi? Chegara bu period qilinadi, to'g'rimi? Inglizchadan o'zbekchaga chegara deb period atiladi. Xo'p, o'zi skop nima? Skop bu bizani loyihamizni chegarasi hisoblanadi. Ya'ni qandaydir bir loyihamizni doira shaklida deb tasavvur etsak, biza shu doiradan chiqmagan holatda loyihamizni boshqarishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, u skop o'zining ichida talablarni yig'gan bo'ladi. Talablarimiz ham funksional, nofunksional talablarga bo'linadi. Funksional talablar bu bizani tizimda ko'zimizga ko'rsanadigan talablarning hammasi funksional, ya'ni biza proyektimizga girdik, to'g'rimi? Admin panel qismi bor, kirish, parolni unutdingizmi, login parol aytib kirish, bosh sahifa, about us, contact us, shunday pejdan pej o'tadigan qismlar ham bor-ku, bularning hammasi funksional talab hisoblanadi. Nofunksional talablar esa bu bizani ko'zimizga ko'rsanmaydigan talablar nofunksional talablar hisoblanadi. Misol uchun tizimni xavfsizligi, moslashuvchanlik deganda, misol uchun desktop yo bo'lmasa mobilniy versiyada o'zini formatini o'zgartirmagan holatda bizani ko'zimizga ko'rsanishi, ya'ni qandaydir veb ilovalardan foydalanasizlar, brauzerga poisk berdingizlar, kirdingizlar,
Sizlerin telefonlarınıza maslaşmaydı. Misal üçün to'liq ekranlı kamera bormi, ya bo'lmasam yarımı, yarımdan pastda shriftlarini o'zgarib ketishi, qaysidir yozuvlarini telefonda ochganda chiqmasligi, to'g'rimi? Sizlarda ko'pincha bo'ladigan xatolik Xemisda bilsangizlar, mobilniy web sayti bor, applikationi bor, to'g'rimi? Xo'p, sizlar shu web saytini telefonlaringizdan girecek bo'lsangiz, sizlarda login parollaringizni xato deydi, to'g'rimi? Lekin приложениесidan girsangizlar, login parollaringizda xatolik chiqarmay giradi. Xo'p, buni funksional tarafi yaxshi ishlamay turibdi deb aytsak bo'ladi-da. Xo'p, keyin qanchadir misol uchun saytga kirganlaringizda nechadir millisekundlarda 0.02, 0.03 shunday millisekundlarda bizlara javob berishi, to'g'rimi? Bundan ko'p bo'lsa saytimiz qotib qoladidan, undan foydalansam kelmaydi iste'molchilarni. Xo'p, o'zi skop haqida ma'lumotga ega bo'lib oldik. Biz endi bizada time bor. Bu time vaqt hisoblanadi, to'g'rimi? Proyektimizni ishlab chiqish uchun ketgan vaqt, yana nima deb aytsam bo'ladi? O'zi proyektimizda biza katta yirik modullarga bo'lib olamizdan proyektimizni. Keyin shunga asoslanib har bir modulni отдельный ishlab chiqamizdan, oxirida umumiy qilib yig'ib katta bir proyekt qilamiz. Xo'p, bu har bir modul ham ketadigan vaqtni biza Gantt jadvalini chizamiz, PERT texnikasidan foydalangan holatda hisoblaymiz har birini. Ikkinchi key faktorimiz bizada time edi. Endi uchinchisi bu quality, ya'ni sifat. Bizning loyihamizni sifati. Loyihani sifati navlarga bog'liq. O'zi biza loyihani sifatini o'lchash uchun standartlar bor bizada. ISO standartlari bor, mahalliy standartlar bor va yana shunga o'xshash bir qancha standartlar bor. Ko'pincha biza kichik proyekt ishlaganimizda mahalliy standartlarga asoslangan holatda ishlaymiz. Shundan ishlab chiqilgan proyektlar ko'p, MyGo, bankda o'chirtandirish, onlayn broning bor, keyin ham nimalar bor. Hozir dim ko'p saytlarimiz bor. Shular uzun bor, misol uchun shulardan foydalanganimizda biza ularni o'zi bilan o'zi serverga yuklab, o'zlari bilan o'zlari ishlatib qo'ygan yo'q. Ular standartlarga javob berganimdan keyingina application atib Play Marketga yuklangan yoki bo'lmasam web ilova atib brauzerlarga yuklangan, to'g'rimi? Xo'p, endi sifat deganda sifat haqida ozgina tushunchaga ega bo'ldingizlar. Endi bizada cost bor, bu narx hisoblanadi. Ya'ni loyihamizning narxi. Xo'p, loyihamizning narxini o'zi qaysi faktorlarga asoslangan holatda loyiha narxlanadi? Bizani boshlang'ich loyihani narxi bilan oxirida loyiha tugaganimizdan keyingi narxini farqi qanday bo'ladi? Bu narxga biza o'zgartirish kiritib bilamizmi? Bozorda misol uchun loyihamiz uchun oddiy bir startap loyiha boshladik. Bu startap loyihani narxi, startaplar bilasizlar, uning shakli katta bo'lmaydi. Bir yoki ikki dona o'zgartirish kiritilib, startap loyiha qilib chiqariladi. Misol uchun 10 million ketadi deb taxmin etdik. Loyihani ishlab chiqishimizdan oldin, to'g'rimi? Taxmin qildik. Endi loyihani ishlab boshladik, modullarga bo'ldik, kichik sprintlarga bo'ldik.